Ko'rib turganingizdek, bu bizning o'z joyimiz haqidagi butun tushunchamizni butkul o'zgartirib yuboradi va koinotdagi tartibni butunlay izdan chiqaradi, deydi astronom hayajon bilan. O'z fikrini yoshli va ilmli deb hisoblangan maslahatchilari hayatiga taqdim etar ekan. Mening kuzatuvlarim shubhasiz noto'g'ri edi. Maslahatchilar hayati pichirlashish uchun bir-biriga yaqinlashib, jimjimador ohangda gapira boshlaydi. Astronom ularning nima deyotganini bilmaydi, lekin uning ko'zlaridan yaqqol sezilardi uning ehtiros va quvonchi. Uning yuzidagi quvonch tezda so'na boshladi. Uydagilarning lablaridan yo'q va yolg'on so'zlarni o'qidi. Ular norozi imo-ishoralar qilayotgan edi. Ammo bu qanday bo'lishi mumkin? Ular uning nima ko'rsatmoqchi bo'lganini tushunmadilarmi? Balki bu hammasini ular tushunadigan tarzda tushuntira olmagandir. Axir bu odam o'z zamonasining eng buyuk olimi edi. Aniq faktlarni qat'iy kuzatuvlarga tayangan holda taqdim etayotgan edi. Ularning javobi esa mana shumi? Maslahatchilar guruhi maslahatlashishni tugatib, jim bo'lib qolishdi. Bosh maslahatchi yo'talib qo'yadi va hamma uning gapirishini kutadi. Shoh olimi bu hayot sizning topilmalaringizni ko'rib chiqdi va nazariyalaringizni tingladi. Maslahatchi nazariya degan so'zga nafrat bilan yuzini bujmaytiradi va siz ilgari so'ragan g'oyalar nafaqat noto'g'ri, balki xavfli degan xulosaga keldi. Astronom eshitganlariga ishonmaydi. Bu hayot qirol nomidan harakat qilib, sizni jinoyatda ayblaydi, dindan qaytganlikda. Astronom larzaga tushadi. U o'zini oqlash uchun hayotga yaqinlashadi. Lekin bir juft soqchilar tomonidan to'xtatiladi. Ular uni qo'llaridan ushlab olishadi. To'xtang, to'xtang. Men ilm-fan odamiman. Ammo hech kim uning iltimoslariga ta'sirlanmaydi. Hayot unga qarab turadi. Astronom esa xonadan tipirchilab kurashib baribir aybsizligini aytib sudrab olib chiqiladi. Qichqiriqlar zindon bo'ylab yangraydi. Qiynovchi esa yana bir marta qiynoq qurilmasining vintini buraydi. Astronomning tanasi yana biroz cho'ziladi. Bu qancha vaqtdan beri davom etayotganini u bilmaydi. Soatlar, kunlarmi? Og'riq chidab bo'lmas va tugamayotgandek edi. U ko'zlarini yumadi. Qiynoqlardan qutulish uchun ongiga yashirmoqchi bo'ldi, lekin yuziga tarsaki tushdi va u holatning achchiq haqiqatiga qaytarildi. Uning qarshisida bosh maslahatchi turardi. Uni mana shu g'ayri insoniy azobga hukm qilgan ayni odam. Shu muomala. Siz buni istalgan payt tugatishingiz mumkin. Shunchaki o'z fikringizdan voz keching va adashganingizni tan oling. Hammasi shunda tugaydi, deydi. Astronom bu tugaydi degan so'z bilan ular uni ozod qilishadimi yoki shunchaki azobdan qutqarish uchun uni o'ldirishadimi, buni bilmaydi. Ammo to'g'ri javob qaysi bo'lishidan qat'iy nazar u gapira olmasdi. Astronom haqiqatni bilar edi va qanday bo'lmasin og'riq qanchalik kuchli yoki uzoq bo'lmasin, ular unga qanday qiynoq o'tkazishmasin, bu uning bilganini o'zgartira olmasdi. Astronom sobit qadamligidan hafsalasi pir bo'lgan maslahatchi qiynovchiga ishora qiladi. U esa yana qiynoq qurilmasini aylantiradi. Astronomning tanasi yana cho'ziladi. Voz kech deb baqiradi maslahatchi. Bu so'zni qayta-qayta takrorlab, ovozini balandlatib boradi. Astronomning o'z faryodlari qiynoqchining moslamani aylantirishi ortidan kuchaydi. Moslama tobora ko'proq aylantiriladi. Astronom yana ko'zlarini yumadi. Uning oxiri bo'lishiga ishonch hosil qiladi va u o'zi kashf etgan buyuk sirni dunyo bilan ulashishga ulgurmasdan vafot etishiga amin bo'ladi. Ammo kutilmaganda astronom xonada jimlik bo'lganini sezadi. U yuqoriga qaraydi va u qirolni o'zining qarshisida turganini ko'radi. Uzoq vaqt davomida astronomga tikilib turadi va nihoyat oddiygina so'raydi. Bu rostmi? Hali ham qiynoq moslamasiga bog'langan astronom bosh irg'atishga muvaffaq bo'ladi va oxirgi quvvati bilan pichirlaydi. Bu rost. Qirol qiynovchiga qo'li bilan ishora qiladi. U esa o'rnidan turib astronomni ozod qilishga kirishadi. Maslahatchi e'tiroz bildiradi, lekin qirol uni qattiq nigoh bilan to'xtatib qo'yadi va maslahatchi chuqur ta'zim bilan ortga chekinadi. Ko'rsat, deydi qirol. Shu payt astronom o'rnidan turib, og'rigan yelkasini uqalaydi. Chunki paylar va mushaklari tabiiy chegarasidan ancha ortiq cho'zilgan edi. Astronom laboratoriya eshigini ochadi va qirolni ichkariga taklif qiladi. Xona qog'ozlar va ilmiy jihozlar bilan to'la. Bu yerda ishlaydigan odamning shoshqaloq va tarqoq tafakkurining aksidir. Qirol darhol katta bir pergament yotgan stolga yaqinlashdi. U pergamentni yoyib, uning ichini diqqat bilan ko'zdan kechiradi. U o'ylayapti. Bu mening maslahatchilarimga ko'rsatgan narsangizmi, deydi. Astronom bosh irg'ab tasdiqlaydi. O'zingiz ko'rishni xohlaysizmi, deydi astronom. Astronom deraza tomonga ishora qiladi. U yerda 3 oyoqli stintka, bronza turba o'rnatilgan edi. Astronom esa okulyardan qarab qanday foydalanishni ko'rsatadi.
U uni biroz harakatlantiradi, kichik so'zlashlar qiladi. Shunda u qirol uchun aniq va mos bo'ladi. Mana endi qarang, deydi astronom. Qirol egilib teleskopga qaraydi va uning yuzida hayrat ifodasi paydo bo'ladi. U ko'rgan narsa u hozirgacha guvoh bo'lgan eng aql bovar qilmas hodisa edi. Uzoqda osmonda yalang'och ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lmagan joyda bir odam turardi. Va u ham qiroldan ko'z uzmay tikilib turardi. Bu voqea sodir bo'lgan sayyora Yer emasdi, balki olamdagi noodatiy joylardan biri edi. Bu voqea sodir bo'lgan sayyora Yer emasdi, balki SCP Foundation arxivida qayd etilgan eng g'ayrioddiy joylardan biri edi. Butun SCP Foundation arxividagi eng g'alati anomaliyalar qatoriga kiradi. Bu SCP-007 boshqacha nomi bilan qorin sayyorasi, Abdominal Planet nomi bilan tanilgan. SCP-007 bu yosh yigitning qorin qismida joylashgan sharsimon obyektdir. To'g'risi bu yigitning qorin qismi bo'lishi kerak bo'lgan joyda joylashgan, chunki u yerda teri, mushaklar va bo'lishi kerak bo'lgan ichki a'zolar umuman mavjud emasdi. Ushbu shaxs hech qanday og'riqni sezmasdan yoki noqulaylik haqida shikoyat qilmagan. Uning qorini, mushaklar va ichki a'zolar bo'lishi kerak bo'lgan joyda shar mavjud edi. Uning diametri taxminan 60 sm bo'lib, u sayyora o'xshaydi. U Yerni eslatadi, biroq undagi materiyalar joylashuvi bizning sayyoramiz tarixidagi hech qanday ma'lum konfiguratsiyaga mos kelmaydi. Bu kichik sayyoraning o'ziga xos ob-havo tizimi mavjud. Hatto kichik bo'lsa-da, lekin seziladigan gravitatsion tortish kuchi ham bor. SCP-007da yana yashovchi mavjudotlar ham bor. Mikroskopik organizmlar, ular Yerda odamlar qanday ko'rinishda bo'lsa, shunga mos keluvchi darajada. Shardagi davr Yerdagi 15-asrdagi texnologik rivojlanish darajasiga o'xshash edi. Qor sayyora aholisi o'zlarining sayyorasidan tashqarida dunyo borligini bilishadimi? Bu noma'lum. Sayyora aholisi bilan aloqa o'rnatishlari to'xtatilgan. Fondning yuqori lavozimli rasmiylari tomonidan ayirboshlash qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligini yanada chuqurroq o'rganish uchun kutishga qaror qilingan. SCP-007 ushbu ismni o'ziga tegishli ekanini da'vo qilgan, ammo bunday shaxsning mavjudligiga oid hech qanday yozuvlar topilmagan. Yozuvlar yo'qligi so'ralganda, u ixtiyoriy ravishda ijtimoiy xavfsizlik raqami va haydovchilik guvohnomasi raqamini ham taqdim etdi. Ammo ularni mavjud yozuvlar bilan solishtirilganda, ikkalasi ham AQSh hukumati tomonidan hali biror kishiga biriktirilmagan bo'lib chiqdi. U na ovqatlanardi, na suyuqlik ichardi, garchi qornining katta qismi yo'qligiga qaramay. Ammo yutgan moddalarga nima bo'lishi hali ham noma'lum. Bu odamning aqliy darajasi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori va u testdan o'tganda IQ darajasi 128 ni tashkil qilgan. U shuningdek, odatda do'stona va muloyim va qorinda joylashgan sayyora haqida faqat yuzaki qiziqish bildiradi, hamda u qanday qilib u yerga kelib qolganini bilishga jiddiy intilmaydi. Sayyoraning kelib chiqishi haqida so'ralganda, u oddiygina javob berdi: "Men bir kuni uyg'onib ketdim va u shunchaki u yerda edi. Qanday paydo bo'lganini umuman bilmayman." SCP-007ning tabiati yetarlicha tushunilmaganligi sababli u Euklid toifasiga kiritilgan edi. Sayyora va u yashayotgan odam yopiq, qulay jihozlangan, o'lchami 10 metrga 10 metrli xonada saqlanadi va subyektga bu xonani tark etishga ruxsat berilmaydi. Subyektga nazorat asosiy jamg'arma xodimlari tomonidan olib boriladi va u haftalik shaxmat o'yini o'tkazadi, tibbiyot xodimlaridan biri bilan. Bu esa uning ruhiy holatini baholash imkoniyati ham beradi. Uning ruhiy salomatligi shu tarzda kuzatiladi. Hozirgacha u ruhiy kasallik, tajovuzkorlik alomatlarini ko'rsatmagan va ancha mamnun ko'rinadi. Umuman olganda, u jamg'arma muassasasi ichida cheklangan yashash sharoitidan mamnun ko'rinadi. Subyekt bir necha bor internetga ulangan kompyuterga kirish uchun so'rov yuborgan, biroq xavfsizlik tahdidlari ehtimoli tufayli bu so'rov hozirgacha rad etilgan. Endi esa doktorbop hujjatlardan yana bir videoni tomosha qiling va obuna bo'lishni unutmang.